Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men Facebookda bitta narsa ko'rib qoldim. Ana Abror Muxtor Ali degan bitta eshik juda qaltis ayblovlar qilyapti. Indamagan sari, qo'y degan sari haddidan oshib ketyapti bu eshik. Men senga bitta gap aytaman, Abror Muxtor Ali. Ana shu Qur'on kitob Shayx Olovuddin Mansur rahimahulloh tarjimalari. Qur'onni olib erkak bo'lsang, gapingga javob berganda Qur'onni olib qasam ichib aytginchi. Qani men qanaqa ateist, qanaqa havorin paras ekanman. Shu Qur'onni ushlab qasam ichib ayta olaysanmi? Erkakmisan? Men senga aytaman. Allohga qasam ichib aytaman. Alhamdulillah musulmonman. Agar sen aytganingdagi men ateist, dahriy yoki havorin paras bo'lsam, butun olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga menga la'nati bo'lsin. Agar sen menga tuhmat qilgan bo'lsang, olamlarning Robbisi bo'lgan Allohga butun la'nati senga, sana oilangga bo'lsin. Tushundingmi? Erkak bo'lsang, Qur'onni olib Alloh nomiga qasam ichib aytgin. Mana shu bola ateist yoki havorin paras deb aytgan. Qani ko'ramiz. Ayta olaysanmi? Ayta olmasang, qilgan tuhmating uchun Alloh la'nati bo'lsin senga.